Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Rayhangül Mejitning Qayta nikah nomli romani. Davomi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 41-bölüm. Asiya Hiriqi Xanzu doktorning degini bo'yicha qilib edi, 3 kunga qolmay sallamasa saqaydi. 3-cü günü akşamı ornadan turup, öy işlerine anca-munca mederilmoqchi bo'ldi, ammo Sulayman unamadi. Bir necha kundan buyon jimiblik etgan Asiya nurg'un ishlarni xiyolidan o'tkazdi. Qayta nikohliq bo'lib, xato qildimmi-ya? Durust. Turmushning ochiq-chuchugini to'la ko'rgan xotinman. Bu uyga kirishdan ilgari xeyli atrofliq o'ylangan edim. Hazır qarab baxsam, o çaqda ishni bekmi oddiy o'ylagan ekanman. Sulayman degan bu odamning kuyimchan ham oqko'ngil ekanligini ko'rib, bu nikoh ishiga ma'qul bo'lgan edim. Shundaq, bu oilaning 9 tal ekanligiga qiziqib qolganligim rost, albatta. Bu uyga kirgandan keyin do'lam xilal aptab ko'rib qoldi. U har oyda oladigan 2000 yuan pensiya pulidan 1000 yuanni menga uyga ishlatib berdi. Odat pulni ayab xajlaydiganligim uchun har oyda yana bir necha 100 yuanni tejab qilyapman. Bu uyga kirgandan buyon har oyda oladigan 350 yuan pensiya pulimdan bir pulmi xajlanmadi. O odam texi mening pensiya pulimning hammasini buningdan keyin o'zing tutgan, eng yaxshisi tejab ishlatib, oshirib qolganingni udulliq bankaga qo'yib, o'zingning keyinligiga ishlatgin deb ketyotdi. O ishchan, tejashlik ekanligimdan bakmi rozi. Shunga meni uyda og'zi-og'ziga tegmay maqtaganni oz deb, tonish bilishlarga ashundoq deb maqtab beribdi. Bəzi tonuşlarının deyişçə, bu adamның burunqı ayali çeçən, işçən bolğanı bilən, qolu bəkli uçuq bolğaşqa, xotin ikisi muşu iş toğırlıq pat-patla gəp tərgişib qalat ikən tuq. Bir qitim o adam bir tonuşuğa, balalarının apsi tağdək altını dövüləb bərsimu, 4 gündə tügüdey deb qarab olturdığan xotin da bu, deb berib diken. Bir qitim o adamның burunqı ayalının söyrtini təsədibi görüb qaldım. Qarasam, məyli çıray duruqda bolsun, məyli salabətdə bolsun, o rəhmətliknin qoluğa sumu qoyub berəlmigidəkmən. Bu adam meni öy işığı puxta, rozğar başquruşqa ustu bolğanlığım üçün bəkmi izzətləydi. Demisəm o, 1000 yuan bunçuvala çoğ ailenin aylı xiracetini qamdab, yana neçə 100 yuanni tejab qilish asan iş emas. Bunun üçün qolumni kösəy, çeçimni süpürge qildim. Qazan beşinin dasmiladan tartib, monchining löngilarigacha hammasi ko'nrab, qarog'usiz bo'lib ketdi. Lekin to'ttangini bo'lsa-mu tejab qalay deb, yengisiga almashtirishga ra'yim bormaydi. Odatda chosh sopini, monchi sopini deganlarning eng arzinini olaman. 100 qo'limni donasi 2 ko'yliq atir sopinda yuyiman. Mendan boshqa xotinlarning hammasi bir qutisi palana pulliq, yuz yuyish suyuqligi, qo'l yuyish suyuqligi degandek qimmat narsalarni ishiltadi. Uyning parda, karavot yopqishlarimi bu odamning burunqi ayollari barchaqda olgan bo'lg'ashqa bekli ko'nrab ketibdi. Shunga uni almashtirib etayli desam, u odam unamadi. Lekin o adamның bu kepini faqat ko'nglimga olmadim. Balalarning atisi sal qattiqroqligini hisobga olmaganda nəhayət esil adam ekan. Bo'libmi ko'ngli bək yaxshi. Minəvərning xizmat ishida Yasnaxun degan odamga kunda degidek telefon qilib nurg'un yalvardi. O adam chin ko'nglidan chiqarib, ashunda qilmagan bo'lsa, mendek to'lg'otinning qiziga nada turibdi o xizmat. Bularni o'ylaganimda bu odamga yotliq bo'lib xato qilmaganligimni bilaman. Biroq o adamның balalari meni faqatni ko'ziga sig'dira olmag'ashqa hozirgacha nurg'un ko'ngilsizliklar bo'ldi.
bu qitim günah Minəvərdən ötken bolsumu, lekin Zöhrənin Minəvərgə degan gaplaridan onun ana bola ikkimizga xeyli qo'rsoq ko'piga bor ekanligini bildim. Atsı araga tushib ching turmagan bo'lsa, ish cho'ngib xeyli yerga borar edi. Ammo u odam davomli araga kiraverardi. Mushularni bir ko'rib xiyolidan o'tkazgan Asiya tuyuqsizla tul o'tgan ilgirki kunlarni o'ylab qoldi. Asiyaning yuragidagi gapni aytganda, u Sulaymonga yotliq bo'lgandan keyingi turmushga ko'nib qolgan edi. Sulaymonga chunqur mehri tushib qolgan bo'lg'ashqa uningdan ayrila olmaydi, ham uningga muhtoj edi. Asiya shu xiyollar bilan tun nisbigacha uxlay olmadi. Sulaymonmu mehmonxonada o'ltirib xeyli uzungacha televizor ko'rdi. Bir chaqlarda yatay deb kirib qarasa, Asiya uxlab bo'lgan edi. U asta karvatga chiqib, tevish chiqarmay to'shakka kirdi. Lekin heliqi kuni bo'lgan ish kallasiga kirib olgan Sulaymonning ko'zlariga uyqu keladigandek emas edi. U umrida tunji qitim Zöhraga qo'l tekkizdi. Ammo buningda Zöhrali emas, hatto osmonda uchib ketayotgan qushdanmi yomonlaydigan sho'rtumshuq Sharifaningmi otisidan og'rinmaganligi Sulaymonni bakma hayron qoldirdi. Hay, jinim bolalarim, kuyimchan qizlarim, dedi u o'z-o'ziga pichirlab. Uning ko'zlaridan tuyuqsiz o'qchigan yoshlar asta sirg'ib yostiqqa tushdi. Rahmat bolalarim, rahmat. Ko'nglimni ayg'ininglarga ming martaba rahmat. Bu dunyoda sizlardan boshqa mening yana nimam bor? Ichida o'zi bilan o'zi mung'dashayotgan Sulaymon ilk kuni Minəvər degan gaplarni tuyuqsiz yodiga oldi. Minəvər nimishqa Zöhrəni xalqning uyini buzyotdi deydigandu. Zöhrə shundoqmi qilarmi? Yo'q, mumkin emas. Zöhrəning rostilla ashundoq yeri bo'lsa, u kuni Minəvərni bir qacha salmagan bo'ladi. Minəvər bilan Zöhrəning orasida cho'qim biror uqishmaslik bor. Sulaymon shu xiyollar bilan uxlay olmay u yoqdan bu yoqqa o'rlatdi. Pushuldab uxlayotgan Asiya tuyuqsizla pixildab kulib ketdi. Sulaymon sal ansirab qoldi bo'lg'ay, Asiyani darhol turtib uyg'otdi. Asiya ko'zlarini uvilg'inicha qopib o'ltirdi. "Voy, amasli bir tush ko'rib qopdiman", dedi Asiya. "Cho'ng qizim bilan 2 yoshlik navram yonimda turg'udak. Navramning qo'lida bir dazmal turg'udakmish. U, "Ana, qarg'ina yuzlaringni qo'riq besib ketibdi. Men dazmal silib qo'yay", davatqo'dak. Men oldida qechibdimishman. U orqamdan yetishib kelib, dazmalni yuzimga yiqibdi-dak. Lekin dazmal muzdek so'g'uq turg'udak. Men uning qo'lidan dazmalni elib, "Dazmal deganmi shundoq so'g'uq bo'lamdi", deb kulib ketibdimishman. Asiya tushini o'rib bo'lib, mayuslanib o'ltirib ketdi. Tushida ko'rgan kichik bola ushiq so'zning so'ri deyishidi ekan. Ko'nglim bir qismda bo'lib qoldi deysa. Sulaymon uning beligini o'qidi. "Hey, shu gaplargami ishonamsan, ahmoq? Men kichik bola degan oq qog'ozdek pok, shunga tushida ko'rgan kichik bola yaxshilikdan bishoratmish deb anglagan. Ilohim, deganlaridek bo'lar. Navrangni seg'inib qolgan gap", dedi Sulaymon Asiyaning ko'nglini yasab. Yosh bir yerga berib qolganda odamning yiroqdagi urug'-tuqqanlarini ko'rgisi kelib qoladi. Munda qilayli, sen Layliga telefon qilgin. Hech bahonasi bilan bolani kelsin. U navrangni o'tganda bir qitim ko'rib qoldim. Rost gapni qilsam, meningmi ko'rgim keldi jumi? Bu gaplarni Sulaymon mayli yuragidan chiqarib demisin, Asiya erining bu gaplaridan bakmi ta'sirlandi. 42-bo'lim. Heliqi kuni
Zöhrə bilən Şəripə çoğ öyüdün Asiya doktorxanadan qaytıb gəlgücə yenib çıxdı. Ular atısıға aytlıq sovqat eliş üçün soda sarayığa bardı. Neymi alsaq bolar? Zöhrə Naubeycin degənki oxşaş quvvet buyumlarını almaqçı boldu. Lekin Şəripə unumedi. Ohoş, qoyğuna? Otam undaq nərslərə işənməydiğən tursa, onu xoş qılımız dep alğan nərsimiz axırı bizni til ahanətə qoymusun yana. Demisimi Şəripə toğru etdi. Çünki Süleyman ömür boyu tecəşlik ötken adam bolğaşqa, kəlsi kəlməs pul xəşləydiğən adamni nəhayət öş görətdi. Acısının ikisi məsləhətləşib yürüb, axırı atısığa Tibet popaykıdan birini elib bərməkçi boldu. Magazinlardakı Tibet popaykalarının esilimi, naçırımı var idi. Pulumu şununğa layıq idi. Ular 650 yuenge qızğuç benəpşi rənglik popaykadan birini talladı. Pul төлəydiğən çağda acısının ikisi talışıb qaldı. Çünki Şəripə popaykanın pulunu təng çıxıraylı devedi, Zöhrə unumedi. Boldu qıla, ər-xotin ikkenlar 4 tenge maaşqa qaraşlıq. Onun üstüge 2 balını oqtıvatsızlar. Mənçu, sana oqşumayman. Eşki yoq mollamның quluq etiş degəndək, balam mı yoq, kalam mı yoq. Tapqınım özümge yetib aşıdı. Maqul degene, mən töley. Şəripəm axırı acısının gepini yermedi. Zöhrə kasırğa pul kredit kartısını berib, onun məxbi nomerini besib atqanda, Şəripə ixtiyarsız somkısını axtırıb beqib edi, onun qoluğa purluşub ketken 100 yuanlik puldan 3-4 varaq çıxdı. O tilini çıqırıb qoydu. Var yoq pulun muşu turub, yəni mərtlik qılımən deysin ha Şəripə, deb pichirledi o öz-özüge. Zöhrə bilən Şəripə popaykını elib qaytmaqçı bolub minişdi. Ular ikinci qavatga tushganda Zöhrə pokayga tizib etilgan rəngarəng gəzmallarını görüb ko'zini uzilmayli qaldı. O Şəripəni unumığınağa qoymay söyrəbdigidek pokayning aldığa apardı. Acısan ikisi hazırqı dukandarlarının çiverlikiga ayran qarışdı. Çünki ikkinchi ay kira kirmayla magazinga yazlıq gəzmallari tiqib etilgan edi. Ular arasida qimmat baholıq esil rəxtlərimi, ərzan, əmma ko'rimlik rəxtlərimi, yoshlarga loyiq o'tqashdek sho'x rəxtlərimi bar edi. Ishqilib, bu pokaydan qandaq rəxtni olaman desa, shu tepilatdi. Şəripäning ko'zi qizg'ush kelgan bir xil tevit rəxtga tushib qaldi. O hem yumshaq, hem ko'rkam esil mal edi. Şəripə rəxtni bu yoqqa örüb silashtirib ketdi və mal satqıçıdan onun bahasını so'radi. Ammo mal satqıçı xo'sh yoqmagandek qilib, "Buni zodi olamsiz, olmamsiz?" deb so'rab qoldi. Buningga g'ujjida achchig'i kelgan Şəripə eliq rəxtni mal satqıçıga qartib atdı. Mal satqıçı Şəripəni undaq qilarini o'ylabmı qo'ymag'ashqa, rəxt onun ko'krigiga tegib berib yerga tushdi. Anğıca yoshqa cho'ngroq bir mal satqıçı kelib, rəxtni yerdan elib Şəripəga g'azab bilan birini alaydı. Lekin alishqa kelganda Şəripäning ko'zlari xeyli odamlarning ko'zlarini besib tushibdi. Onun aslida yo'g'an ko'zlari heliqi mal satqıçıga go'yo chochirib chiqib ketadigandek alaydı. Zöhrə Şəripäning bu alpazidan heliqi mal satqıçı bilan urushib qolarmı deb qo'rqib jon imoni chiqib ketdi. Gapning rostini deganda, o heliqi mal satqıçının oldida bakla o'ng'aysizlanib qolgan edi. Onunçu bo'lganda odamlar kishilik hayotda bir-birini apu qilib, o'zaro hurmat, ehtiromda o'tish kerak edi. Shunda qilgandala fani dunyoda oromxo'da yashag'la bo'ladi. Odamlar "Sendin men qolamdim" deb boshqalar bilan o'zanga so'qishtirg'ili tursa, insonning hayoti quloq og'riqidan qutula olmaydi. O Şəripəni qo'lidan tortib degedek liftning oldiga elib keldi. Ochiqini bosolmay qilayotgan Şəripə helidan heliga orqasiga qarab, heliga mal satqıçını tillaydi. "Uy, bishing deydigan manqa. Xeridorlar hammadan a'lo deb yezib qo'yishlari texi. Kimingni ko'zingga ilmayding?
Zod olamsan, olmamsan deb so'rab ketgidini. Mol deganni-chu ko'rib oladi. Zuhra Sharipaga boshqa gap qilmadi. Chunki u Sharipaning yugurib berib, heliqi mol sotquchining yoqsidan olmaganiga xush edi. Liftning ishiga chilganda Sharipa bir nimalarni deb g'o'darg'ash liftga chiqmoqchi bo'lib minib edi. Zuhra uni tortdi. "Ha, desila, samirib ketdim" deb qaqshaydi ekansan, u liftga chiqqali aplabla turadi ekansan. "Yura, minib tushayli." Sharipa Zuhraga qarab olaydi, lekin boyiqi achchig'i yenib qolgandek qiladi. U palampaydan tushib Zuhraning do'lsiga urib qo'ydi. "Rost gapni desam, sen meni qutuldirib olding, Jumu. Bu nima deganing? Heliqi raqni elish niyatimmi yo'qdi, ko'rib boqay deb shundoq qilgan. Ovu mol sotquchi buni bilib qoldimi, ish qilib buni elishga qurbon yetamdi degandek, olamsa olmamsan degan edi. Bek ochiqim kelib ketdi. Shu ochiqimda kimingni ko'zga ilmaytding, pul degan mana debla bir necha metr yetqizay deb. Hey. Ko'zing tushgan bo'lsa, undoq hopla-shapla chechilib yurmay, olsang bo'lmamda amissa. Yey, uningga naning puli? Metr 180 yuan ekan. Mening bu aptimga oz degandimi? 2 metr olsam, oron bir ko'nglak chiqadi. 360 yuanga bir ko'nglakni elib, dumbamga ortib olsam, hetni nima bilan o'tkazaman? Ha, balli, undoq odam haq bilan nimishqa urishatding? Dedi Zuhra va Sharipaning quygan o'pkadak mag'zini chimdib qo'ydi. "Voy, og'irtib etding. Boyiqi monqining uchini elib beray devatamsan nima?" Sharipa ochsig'i olib turib, uning qo'lini ittardi. Ular Soda saroyidan chiqqanda soat 12:30 bo'lgan edi. Tushdan keyin ishga chiqishga 1 soatli qolganligini ko'rgan och singil ikkisi yandagi oshpozolga kirib, bir qachidan poloni yepla ishga minishdi. 43-bo'lim. Zuhra ishxonasida jurnal ko'rib o'ltiradi. Istakandagi qaynoq suvdan to'lg'unib chiqayotgan hur asta yuqoriga o'rlaydi. Zuhra qo'lidagi jurnalni qo'yib, istakandagi suvdan ichmoqchi bo'lib, leviga takkizdi. Ammo suv bak qaynoq bo'lg'achqa uning lavlari ko'ydi. Zuhra qo'shimalarini turganicha istakanni ustalga tokkila qo'yib qo'ydi. Birdan jurnal ko'rib beqib, ichi pishgan Zuhra somkasidagi yanfonni elib, uning soatiga qaradi. Soat oran 2:30 bo'pti-ku, dedi vaqtni to'shqizib bo'lolmay, ichi titildab ketayotgan Zuhra qattiq birini kerilib qo'yib, yana o'rniga kelib o'ltirdi. Shu chaqda ularning bo'lim boshlig'i kirib keldi. Zuhralarning bo'lim boshlig'i o'zi vijik, ko'rimsiz odam bo'lgani bilan tarjimonlikda danqa bor mutaxassis edi. Shunga bu idorada uning tarjimasiga huri-puri deyalaydiganlar yo'q edi. Xizmatdagi tirishchanligidan shundoq qilamdi yoki mijozi shundoqmi, ish qilib u 360 kun chiroyini ochmaydi. Shunga xizmatdoshlaridan uning kulimsirab boqqanligini ko'rib boqqanlar yo'q edi. Bir necha yildan beri tarjimonlar bo'limi bu idoradagi eng bekorchi o'rin bo'lib qoldi. Lekin bo'limdagilarning tartib intizomi idora bo'yicha eng yaxshi edi. Bu muhimi ashu bo'lim boshlig'ining atdigandan kashkicha qarmus yig'ib turadigan talatidan bo'lsa kerak. Chunki uningdan bo'limdagi hammasi bak qo'rqatdi. Hadislar dan boshliq qiladigan yoshlarmi uning oldida g'ing qila olmaydi. Bir qitim universitetni yengilab bitirib kelgan bir yigit uning bu talatiga ichi pushib chaqchaq qilib qoldi. "Aka, maymunning nima uchun shuncha umoq ekanligini bilamsiz? Muhim kishilar maymunga amroqligi kelib, uningga ancha-muncha bir narsalarni tashlab bergan chaqlarda u buningga xo'shliqida erkilab, o'ynab taqlab kishilarni kuldirib etadi. Lekin siz-chu, oldingizda quldek ishilsakmi, chiroyingizdan muz yaqqani yaqqanda."
Bu gapga qattiq achchig'i kelgan bo'lim boshlig'i uningga zardi bilan dedi. Sen meni maymunga o'xshatyapsan? Sening universitetda adabiyot o'rganganingga voy. Hey, qapaqbash, adabiyotda oshundaqmi o'xshatish bo'lamdi? Shundan keyin bo'limning qar tozlash damdi, sirtqa amgakka chiqish damdi ish qilib, ig'ir ishlarning hammasi ashu yigitga yuklanib qoldi. Zöhra azaldan boshqalarning zitiga tegadigan ishni qilmaydi. Bu uning oq-qorni farq etmaydigan mo'ngligidan emas, balki boshqalarning ishlariga ortiqcha aralashishni xohlamaydigan sipoyiligidan edi. Uning ustiga bo'lim boshlig'ining kasbdagi iqtidoriga qoyil bo'lg'achqa, uni nihoyat hurmatlaydi. Shunga bo'limda uning bilan azaldan sanpan deyishib baxmagan odammi dal Zöhra edi. Lekin sanpan deyishib baxmaganlarning hammasiningla o'zaro ijil o'tib ketishimi natayindi. Anosiga Zöhra bu bo'limdagi hammalarning nazarida hech kim bilan aralashmaydigan, hech kimga sir bermaydigan qiz edi. Yaqindan buyon bu idoraning Uyg'urchaga tarjima qiladigan hujjatlari aziyib ketgachga, bo'lim boshlig'i ularning ishxonasiga bir necha oydan beri kirib baxmagan edi. Shunga Zöhra bugun uning tuyuqsizlik kirib kelganligini ko'rib, sal ajablanib qoldi. Zöhra darhol o'rnidan turib, bo'lim boshlig'iga choy damladi. U Zöhradan salomatligingiz qandaqroq, otimiz bilan o'gay opimiz obdan o'tyotamdi degandek gaplarni tog'dan bag'dan so'rag'ila turdi. Zöhra uning muhim bir ish bilan kirib, uni o'ziga udul deyolmayotganligini pamladi. Xizmatdan shaydigan ish o'xshaydi-da, deb o'yladi Zöhra darhol. Chunki yil beshidala organ islohoti bo'larmish, tarjimonlar bo'limini amaldan qoldirib, uni ishxonaga qo'shib yetarmish, tarjimonlardan ikkinala elib qilib, qolganini alohidaligiga qarab boshqa ishga qo'yg'udak degan gaplar chiqqan edi. Shunga Zöhramu o'zining tarjimonlik kasbidan ayrilib kelishidan andisha qilib, boshqa o'ringa yo'tkilib ketish niyatiga kelgan edi. Lekin tahrir bo'limidan aran topgan o'rinni Münəvvər egallab oldi. Shundan keyin Zöhra idoradagi o'zgarishlarga diqqat qilib yurdi. U navoda tashkildan meni tarjimonlik kasbidan ayirib, tayin yo'q biror yerga tiqib qo'ysa, shu chaqda boshqacha yo'l tutarman degan o'yda edi. Jiddilashib ketayotgan Zöhra bo'lim boshlig'idan so'radi. Bu qitimqi tanishishda meni yana tarjimonlikqa qo'yarsizlarmi yoki men model mushish to'g'riliq so'zlashay deb kirib edim. Qaraganda sizni boshqa o'ringa tanishaydiganda qoladi. Shunga eringizda tayyorlik bo'lsin. Zöhra bundaq bularni xeyli burunla sezgan bo'lsa-mu, lekin bo'lim boshlig'ining bu gaplarini anglab, xeyli jiddilashib qoldi. Meni qaysi bo'limga o'rinlashtirar? Xatchak bo'limida ishlaydiganda qilasiz. Bo'lim boshlig'i bu gaplarni deganda nemishqidir Zöhraga udul qaraya olmadi. Zöhra o'zining tarjimonlar bo'limidan chiqarib etilishida mushu bo'lim boshlig'ining qo'li borligini darhol sezdi. Zöhra ko'karma qizlarning bo'lmagani bilan boshqalarning qashqapig'iga qarab yashashni yoqtirmaydi. Shunga u tashkilning uni oxiri berib, xatchakchi qilib qo'yganini faqatla ko'ngliga sig'dira olmadi. U bo'lim boshlig'iga qarabmi qo'ymay, o'rnidan dasturdi-da, so'mkisini elibla ishxonadan chiqib ketdi. Koridorga chiqqanda uni ichidan yig'i tutqul turdi. Ko'z chanoqlaridan patmay chiqayotgan yoshlar mag'zini bo'ylab tövanga sarg'aydi. Chunki u xatchak bo'limida qaynoq suv ichib kun o'tkazishni hargiz xohlamaydi. 44-bölüm. Ko'ngli parakanda bo'lib ketayotgan Zöhra cho'ng ko'chaga chiqdi. Dal shu chaqda uning yonfoni jiringlab ketdi. Telefon Amandan kelgan edi. "Opam suratıngizni ko'rib, nihoyat xush bo'ldi", dedi Aman kulib turib. "Uning sizni 100 turani ko'rgisi bor ekan, shunga sizni uyga boshlab boray degan edim."
Bu gapni anglagan Zöhrə sal arsaldı bo'lib turib qoldi. Chunki qoida bo'yicha bo'lganda qiz bola ish pishmay turib, bo'libmi ikki tarafning ota-onasi ma'qul bo'lmay turib, o'g'ilning uyiga usibla borsa bo'lmaydi. Undaq yengil taklif qilgan qiz bolaning o'g'il tarafda inovati bo'lmaydi. Durus, Zöhrə unchavala mutaassib qizlardanmi emas. Shundaqdimi Zöhrəning mijazi Amanning bu taklifini aldirab qabul ko'rmaslikka undab turadi. Uning ustiga Zöhrə yuzi tövan, natonish odamlardan bakla qo'rinadigan qiz edi. Shunga tulumdan toqmoq chiqqandakla hozirning o'zidala bo'lg'isi qaynonang bilan yuz ko'rishgan desa, albatta tamtirab qoladi-da. Zöhrəning o'yichi bo'lganda Amanning apisi Zöhrəning suratini ko'rib, uning 7 a'zoyi saq qizlardan ekanligini bildi. Mijaz xulqining qandaqligini o'g'lidan anglab olsa, shuning o'zi kifoya. Shunga u Amanning talabini rad qildi. Ammo Aman vaqtni o'zingiz bekiting, ish qilib, opam bilan bir ko'rishmasangiz bo'lmaydi, deb turib oldi. Amaliyotda bo'lsa, Zöhrə Amanning apisi suratni ko'rgandan keyin bu ishga qo'shilmaganligini nadanmi bilsin. Rastini aytganda, Amanning apisi o'g'liga o'zidan cho'ng qizni elib bergisi yo'q edi. Uning ustiga u mazlum Zöhrəning suratdagi vijik qiyofatini ko'rib, to'zi bir injimori qiz o'xshaydi. Undaq qizlar ishqi chidamsiz keladi. At o'gin og'irib tortib qolsa, o'zing jafoga qolasan, deb turib oldi. Amanning apisi 16 yosh vaqtida o'zidan naq 10 yosh cho'ng bir gilam savdogariga yotliq bo'lgan edi. U oilaning hal kuni nihoyat yaxshi bo'lg'ashqa, u mazlum uy xonimlaridek farog'atda yashab keldi. Uning nazarida ularning jamiyati esilzodlardan bo'lg'ashqa, o'g'lig'imi tirnoqda to'xtag'idek qizlardan chekib turib elib berish kerak edi. Shunga hozirgacha o'g'li topgan loyiqlar onunga zodili yaramay kelyapti. Shunga Aman Zöhrə bilan tanishishdan ilgari apisi onunga puldar oilaning qizlaridan ikkini tanishtirib baxdi. U mazlum o'g'liga "Navoda oshu qizlardan birarni olmasang, oldingda o'lib beraman" deb qaqshab ketgan bo'lsa-mu, lekin Aman faqat unimadi. Amanning nazarida unda qizlar jamiyatning chaqini xonimlari edi. Chunki uning o'zi bilan fikrdosh, ruhiy dunyosining tiniqligi bilan uning yurak torlarini chekalaydigan qizni tepib, shuning bilan umrlik o'tkisi bor edi. Aman Zöhrə bilan tanishgandan keyin uni g'oyamdagi qiz ekan deb o'yladi. Lekin apisining ta'tirligi uni qiynavatdi. U apisiga jiq gaplarni qildi. Apisining oldida Zöhrəni kurmin qitimlab maqtadi. O'g'liga boshqa gap tepib berolmagan bu mazlum Amanga: "Ha, bo'pti. Oldi bilan men shu qizni bir ko'rib boqay" degan edi. Lekin bu gaplarni Zöhrəga degili bo'ladimi? U faqat opam Zöhrəning muloyim ham yuzi to'van qiz ekanligini ko'rsa, erib qolar deb o'ylagan edi. Shunga u Zöhrəga "Sizni uyga boshlab oparmasam zodi bo'lmaydi. Uning ustiga cho'nglarning oldida siz chuqum tarixchilik evan topolmag'idek darajada yaxshi ta'sir qoldiring" deb turib oldi. 45-bo'lim. Hayitning birinchi kuni yoshlari cho'nglarning uyiga, bo'libmi eng yaqin kishilarnikiga hayit patisi bilan salomga boradi. Shunga Zöhrə Amanning uyiga hayitning ikkinchi kuni bordi. Zöhrə Amanning darvozasi oldiga kelganda, Aman eshik oldida saqlab turadi. Zöhrə Amanlarning uyining bo'sug'isidan atlishi bilan tang uning yuraklari selib, put-qo'liga titrak o'lashqala turdi. "To'la tamtirab ketmang. Yeningizni men tursam, nimadan qo'rqsiz?" dedi Aman Zöhrəning shamolda qayrilib qolgan sochlarini suzashtirib. Har kuni Sharipa cho'ng uyga kelib, Zöhrə bilan uzoqcha mungdashdi. Hadisiga ko'rishishning qoidalari va qarish tarafning qashqabg'iga qarab ish tutishning amal-choralarini xeyli so'zlab berdi. "U uyga quruq qo'l beraversan", dedi Sharipa Zöhrəga tushundirib.
Qaida boyunca u mazlum sana söyüncü beridi. Navada u yanıdığan çağda sana söyüncü bermişse meni qabul görmepti dep düşünsen boludu. Rostila şunda qılıp qalsa, beşini içinge tiqipli yenip çıkmay, çırayliq gep bilen özüngni bir körsütüp qoyğun. Bulamdı? Zöhre Şeripe'nin bu geplerini anlap gülüp ketdi. Çünkü u məzlumның meni qabul görməsligi mümkün emas dep oylap atatdı. Zöhre Şeripe'ge u məzlumның Zöhre'nin söğürtini görgenlikini, bu qitim faqat yüz görüşüp qoyuş üçünmü barıdığanlıqını dep berdi. İş qilib, sen bekli qorqunçaqçımı? Degen edi Şeripe qaqaqlap gülüp. Terikçilik işini naayeti çoğunqur oylap ketsen. Aman işik qoңғырағыны besip edi, 50 yaşlardan halqıgan bir ayal işini açtı. Bu ailege kelin bolup kirgenden tartıpla parağat sürüp öy xenemi bolup ötüp atkan Amanның apısı däl şu edi. O semirip tıqılıp ketkeşke qat-qat qorsaqları kökregeden egiz turatdı. Tulumdak seymiz məngzide qonaqçilik qarı meňe bar bu məzlum Zöhrəge qarap gülümserip edi, eğizedeki altın çişleri valladı jaqnap ketdi. O Zöhrə bilen salamlaşqaş, onunğa çok qısıdın tartıp putunun uçuğaça səpselip çıktı. Zöhrə bu qopal xotunның şu tapda nemi oylap atqanlıqıdan bexabar edi. Zöhrə dəsləpdə Amanның apısı bolğandan obdan məzlumdu dep oylağan edi. Lekin xata oylağanlıqını həş-bəş degece jazım qılıp boldu. Amanның apısı Zöhrəni mehmanxanaga başladı. Mehmanxana nahayeti kəңre bolup, qat-muqat selip etilgen esil gelemler bilen nəpis işlengen Türkiye perdeleri öyge bekmi yaraşqan edi. Sapanın aldıdaki aqdastxallıq şirəge heytlik qant gezekler şamdek tizip etilgen edi. Esil xrıstal qaçılarda öyde qaynatqan murabbalar turatdı. Zöhrə əmdila oltırışığa Aman Patnosda çay ekirdi. Zöhrə dəs orundan turup Patnosdaki piyalini qoşqullap aldı. Şu arlıqda Zöhrəge çaqmaq tezigide səpsilip bolğan Amanның apısı içide özüğü süretgidekle çıraylıqken, lekin nimançı vicik dep oyladı. O Zöhrənin çokudek inçike hem nazuk parmaqlarına qarap ray yanğılı turdu. Onun üstüge Zöhrə tırnaqlarına kümüş rəng lak sürüp alğan bolğaşqa, piyalini tutqanda onun tırnıqı çıraq nurida valladı jaqnap qaldı. Bunu görgen Seymiz xenim yana oylağılı turdu. Tırnıqaga birnimiz sürüp alğan məzlum aştamaq etip kırqat yuyalamdı. Aşı kolu bilen etken tamaqni kim mi yeydi? Onun üstüge yeşeği bekle çonken bunun. Birini tuğuplu boşap getidi. Angaça Aman kelip Zöhrənin yenide olturdu. Apısı onunğa qapqını türüp koydu. Apısının oyunu düşenmegen Aman aradaki keyfiyatını kötürüp apısının qapqını etişini etide bir neçe eğiz çaqçaq qılıp küldü. Lekin Amanның apısı külmekti yok, əksicə teximi türülüp ketip atattı. O Zöhrənin piyalesiga çay jıqlap qoymaqçı bolup çaynakni qoluğa aldı. Amma Zöhrənin piyaledeki çaydan beri yutdummu otlamağanlıqını görüp açıqıda çaynakni şirəgi qasdan doqqıda qoyup qoydu. Bunun bilen çaynakning ağzı şirəgi düşüp ketip Zöhrənin aldığa yumulap geldi. Çaynakning joğusidan çıqqan çay dastıqanını höl qılıp etdi. Apsini bunca vala edepsizlik qılıp keter dep oylamağan Aman geptin toxtap apsıga gazap bilen qaradı. Onungsuzmu qo'rnib ketip atkan Zöhrə bu Seymiz xenimning qılıqlarıdan goya tikenning üstüde oltırıp atkandak aramsızlanışqa başladı. Özünü esil sadı xenimlardan sanaydıgan bu xotun oylamağan yerden terbiyesiz tompaylıqını çandırıp koydu. Lekin iş bu derecege yetken iken onu bir başqa elip çıkış gerekti. O Aman bilen Zöhrəge közünün quyruğida qarap koydu ve özünü rostop alğandan keyin gelini qırdı. Aman, qayda uqmaydı ekensen ne balam?
Zöhrə qız ikkiylən paranlaşıvatqa yerga kelib o'ltirib alsang, qamlasharmi? Seni chiqib ket deb ishorat qilsam, nadagi bir tetimas gaplarni qilib, g'emmingda yo'q o'ltirsang, odamning judonini o'rlitib. Bu xenimning dartma gaplarini anglagan Zöhrə chivin yavalgandakla bo'lib qoldi. Tuyuqsiz kelgan ajoyib qo'rqinchli bir xiyoldan uning vujudi tok soqıvatgandek titrashga boshladi. Bu xotin meni yaratmagan o'xshamamdi. U ig'ir xo'rliq ichida o'rtinatdi. Zöhrə shu tapda nima deyishini, qanday qilarini uqolmay, aytqusiz o'ng'aysizlik ichida qoldi. U asta o'rnidan turdi. Aman, men qaytay. Bu siz nemishqa amdi? Xijolatchilikda yerga kirib ketayli deb qolgan Amanmi duduqlig'icha o'rnidan turdi. Zöhrə udul eshik tuviga kelib, oyog'ini kiymoqchi bo'lib ingishdi. Angacha Amanning apsimi uning orqasidan keldi va "Voy, nimaga aldiraysiz, Zöhrə qiz? Hetta qurbonlikqa ig'iz tegmaymangiz qandoq bo'ladi?" dedi zo'rg'a kulib turib. Zöhrə Sharipaning gaplarini yodiga oldi. U aslida Sharipaning ashu gaplarini anglab, nadagi bir xiyollarni qilib yuradi ekan deb o'ylagan edi. Lekin ishning hatto Sharipa paras qilgandanmi battar bo'lib ketishini u nadin bilsin. Zöhrə esini bilgandan tartibla oq ko'ngil kishilar orasida yashab keldi. Shundoq, uning otasi ham sodda, ham tuz odam edi. Apsi rahmatli bo'lsa, nihoyat oq ko'ngil mazlum edi. Sanglisi Sharipa yepijiq bo'lgani bilan ko'nglida kir saqlamaydigan jigarli qiz edi. Zöhrəning ardishadigan do'stlari o'ziga o'xshash muloyim mo'minlardan edi. Ish qilib, u hozirgacha hech kimdan bugunkidek azar yeb baxmagan edi. Shunlashqimi bu semiz xenimning boyqi gaplari uning jinidan o'tib ketdi. U Amanning opisiga gap qilish u yoqda tursin, hatto uningga qarabmi qo'ymadi. U oyog'ini kiyib bo'lib, eshikni g'achchida ichib chiqib ketdi. U binodan tushganda Aman uning keyindan yugurib chiqdi. Aman, endi meni izdamang, xayr xo'sh, dedi Zöhrə Amanға va uning o'ziga yiqinlab kelayotganligini ko'rib, yugurib degidek darvozadan chiqdi. Taliga tuyuqsiz kelib qolgan taksini darhol to'sdi-da, mashinaga chiqibla eshikni ko'ppida yopdi. Aman yetishib kelguncha taksimi darvozadan xilali uzab ketdi. Ko'z qorong'ulashib, yer-jahan cho'rgilayotgandek bilinib ketayotgan Aman nima qilarini bilolmay o'rnida qaqqan qo'ziqdek turib qoldi. 46-bölüm. Zöhrə uy kirib kelganda Sulaymon bilan Asiya heyt patishilarini uzutib qo'yib, sapada paranglashib o'ltiradi. Sulaymon Zöhrəni ko'ribla uni yeniga chaqirdi. Asiya darhol o'rnidan turib kulimsirdi. "Azroq narsa yemsiz?" Zöhrə: "Yo'q, saboqdoshlarimning uyida tomoq yegan", dedi-da, hujrasiga kirib ketdi. Zöhrəning chiroyidan biror ish bo'lganligini sezgan Sulaymon darhol Asiyaga qaradi. Chiroyi umsi turdi. Mijozi yo'qmi nima bu bolaning? Kirib so'rab baqa. Sulaymonning bolalarning dili sungan chaqlarda chiroyli gaplarni qilib yurib, ularning ko'nglini olsin degan niyatda o'zini Zöhrəning hujrasiga kirib beqishga buyurganligi Asiyaning ko'ngliga ayon edi. Asiya Zöhrəning hujrasiga asta kirib qarasa, Zöhrə karvatda yotadi. Deraza pardasi ham qilin, ham him etilgan bo'lg'ashqa uyning ichi g'uva edi. Zöhrə Asiyaning kirganligini ko'rib, o'rnidan turdi. "Bo'ldi, qo'pmang, yetavering qizim", dedi Asiya. "Mijozingiz yo'qmi nima?" "Yo'q, charchab qolgan o'xshayman", dedi Zöhrə.
Lekin Asiya Zöhre'nin solğun çırayıdan, yüreğinin çuңqur yerlerinden iğir hasrat qaynab atqanligini sezib bo'ldi. Asiya ittik aşxanaga kirib Minəvərgə. Qaşılarını mən yuyub etay, sen Zöhre açanğa şorpadan birçini ekirib bergin, dedi. Lekin Minəvər apsığı alaydı. Hey, opa, qiziqkansan go? Qaysi kuni u meni urgan tursa, mana endi onunğa tamaq ekirib bergin devatsan. Men onun setib algan qolum edim. Ekirmeymen. Bəkli xap göründü. Hazırgıca bir narsa yemegandek mi qılıdı? Rəngimi tamdek tatırıb getibdi. Mana balam, unda qılmay ekirib bergin. Asiya Minəvərinin yüzlərini silidi. Yoq dedim go, yoq. Mening özümge tuşluq uğrurum var. Yerim senin zorun bilen onunğa gap qıldım. Şunçılık qurban bergenimmi yeter. Mana endi onun olduq tomoq ekirib bergin devatqınni. Özün ekirib ber. Men kirmeymen. Minəvər ayvashga keladigandak emas edi. Nima? G'urur dedingmi? G'urur deganchu yurakda bo'ladi. Gezi kelganda haq ko'rsatsin. Bo'lmasa yuragining cho'nqir qitida saqlanadi. Bilamsan? Bilmayman. Angacha Minəvər qachilarini yuyib bo'ldi. O pertuqni elib etib, sirtqa qarab menib edi, Asiya onu to'sib oldi. Sen hayotni ajoyibli tushundu ekansan. Shunga hozirgacha kuyib, kulib bo'lmading-yu, uning berisini qilding. Lekin biror kunni baxtli o'tkazib baqdingmi? O'tgan kunlaringga birlab sapsilib baqa. Minəvərning bu gaplaridan Asiyaning yuragi go'yo pichoq urgandek ichishqala turdi. Qaqqan qo'zuqdek ang'iqib turib qolgan Asiyaning ko'z yoshlari mag'zini bo'ylab yerga tomchiladi. Ichishqan yerga tuz sepgandek gap qilib qo'yganligidan pushaymon qilgan Minəvərmi nima qilarini bilolmay turib qoldi. U birdamdan keyin berib, opasini do'lisidan quchoqladi. Bo'ladi apa, men akirib beray. Sen xushal bo'ladiganlar ish bo'lsa, nima qildingsan shuni qilaman. Asiya yoshlarni surtib etib, oshxonadan chiqib ketdi. Sulaymon mehmonxonadagi sopada o'ltirg'ini bilan ko'ngli Zöhrədə edi. Asiya Zöhrəning yeniga kirib ketib chiqmaganligini ko'rgan Sulaymon texmi o'ltira olmay qoldi. O televizorni etib etib berib, Zöhrəning eshigini boshqini chekdi. Andan eshikni ochib kirdi. Asiya aylanqini deb so'rdi Sulaymon qizining karvatda sunaylinib yotganligini ko'rib. Chiqib ketgan, dedi Zöhrə va o'rnidan turib karvatning leviga kelib o'ltirdi. Uyning qorong'uligidan ichi pishgan Sulaymon berib, deraza pardasini ochib edi, uy ichi vallada yoridi. Ammo ko'nglining aromi yo'q. Zöhrə derazadan udul kirgan kun nuridan o'zini qochirgandek ko'zlarini uviladi. Sulaymon ustalning oldidagi o'rindiqni Zöhrəning uduliga tortib akilib o'ldirib, "Qizim, bugun sana bir ish bo'lganda qiladi. Degina, zodi nima ish bo'ldi? Qo'limdan keladiganlar ish bo'lsa, sana yordam qilaman." "Hech nima bo'lmadi." "Hey, sening shu ichimdikini tap debla o'ltirib oladigan ishingni, ichingdikini ochiq yo'ruq deb baqsang bo'lmamdi. Heliqi ismi nimidi? Shuning bilan qizirishib qoldingmi ya?" Sulaymon rostilla shundoq deb o'ylagan edi. Zöhrəning yig'lab etayla deb qilayotganligini ko'rgan Sulaymon gapini boshqacha davomlashtirdi. "Qizim, Alınğa yetadigan apang yo'q. Manga deyishga beab ko'rgan ba'zi gaplaringni Asiya aylanға degan bo'lamdi. U sizlarga qavatli omroq." Zöhrə otasining ko'ziga qarab qo'yib, boshqa gap qilmadi. "Uning apangdek halinglarga yetolmaydiganligini bilaman,"
dedi Sulaymon Zöhraning ko'zlaridan uning nima o'ylab atganligini sezgandek. Shundaqdimi u Sulaymon Zöhraning tuyuqsizla esadab yig'lab ketib atganligini ko'rib turib qoldi. Uning vujudi titrab atdi. Sulaymon qizining qo'llarini alqiniga oldi. Zöhraning qo'llari muzdek sovuq edi. Qizining ko'nglini yasab kep qilib atgan Sulaymon Zöhraning burnidan tuyuqsizla qon ketganligini ko'rib cho'chib ketdi. Ammo Zöhra buni sezmagan edi. "Uy bolam, burning qonayotdi-ku. Bura bol, qo'ling bilan etib ol." Sulaymon oshxonaga kirib, qog'oz qo'lyog'liq ochqish uchun yugurib edi. Mehmonxonaning o'ttirsida uningga qarab kelayotgan Osiyaga so'qilib ketgili tasla qoldi. Sulaymonning o'ngsili o'chib ketganligini ko'rgan Osiya Zöhraga biror ish bo'lgan o'xshaydi deb qo'rqib ketdi va ittik Zöhraning hujrasiga kirdi. Ammo Zöhra tozaliq uyiga ig'iz burnini yuvib etish uchun mangan edi. Huduqib ketgan Osiya uning g'umi usib olg'ili tasla qoldi. Osiya Zöhraning ig'iz burnidagi qip-qizil qonni ko'rib, qo'rqinidan put-qo'lida jam qolmadi. U ittik berib Zöhraning qo'ltig'idan yo'ladi. "Uyay, nima bo'lgansiz endi?" "Voytang, menmi bilmadim. Tuyuqsizlik qanab ketyapti-ku." Osiya Zöhrani qo'ltig'idan yo'lab, tozaliq uyiga akirdi va u chumaga sovuq suvdan ilib Zöhraning peshonasiga yoqdi. Angacha Sulaymon kirib keldi. Zöhraning burnidagi qonning to'xtamayotganligini ko'rgan Sulaymon uni unimig'iniga qaramay yandagi shifoxonaga chiqdi. Shifoxonadagi doktorlar qonni bir amallarni qilib to'xtatdi, ammo Zöhraning chiroyi tomdek tatirib ketgan edi. Sulaymon bilan Osiya Zöhrani uyga yo'lab akirdi. Ular shifoxonadan chiqirgan chog'da yoshqa cho'ngroq bir doktor ularga 2 kun kuzatib beqinglar. Burnidan yana qon kelsa, meningcha cho'ngroq doktorxonaga olib tekshirib baqsanglar bo'lg'adek, dedi. Xeylala holsizlanib ketgan Zöhra uyga kiribla karavotda sunaylanib yotdi. Sulaymon Zöhraning karvetining yanida o'ldirib, uning muzdek qo'llarini to'xtamay silaydi. Uning garchi doktorlikdan xabari bo'lmasa-mu, lekin doktorning boyiqi gaplaridan Zöhrani biror kasalga mubtalo bo'lib qolgan o'xshaydi deb faraz qildi. O'ylagan seri go'yo biror bola qazoni to'ygandek uni qo'rqinch besib ketyapti. "Oh, Xudo!" deb nola qiladi Sulaymon ichida. "Bechora qizimni sog'lom, esin qilg'aysan. Keremlik Allah, qizim oldingda nima gunoh qilgan bo'lsa, uningga keladigan jazoni menga bergaysan. U texi yosh, ko'radigan kunlar oldida." Sulaymon bu iltijolarni ichida necha qitimlab takrorladi. Odamlarmi qiziqgan. G'amsiz, xotirjam chog'larda yaratquchini yodiga elib qo'ymaydi ekan. Beshiga kun tushib, aram xudo ko'llari buzilgan hamon uningga yelinib, o'ziga aminlik tilaydi ekan. Durust, buni tushunishga bo'ladi. Dunyoda kimmi saodat ichida xotirjam yashashga intilmaydi deysiz. Minavarning Zöhraga atgan sho'rpisi tayyor bo'ldi. U sho'rpini akirdi. Zöhra qo'lini yuvay deb hojatxonaga chiqmoqchi bo'lib edi, Minavar unimadi. U Abdu va chalabchini akilib, Zöhraning qo'liga suv bermoqchi bo'ldi. Buni sal beab ko'rgan Zöhra qo'lini o'zi yuymoqchi bo'lib, Abduga qo'l uzdi edi, Minavar uning'imi unimadi. Ilojsiz qolgan Zöhra qo'lini chalabchiga tutib turib, Minavarga tangladi. Minavar uning qo'liga suv qo'yib berdi. Zöhra Minavar tanshab akirgan illiq suvda yuz qo'lini pokiz yuvdi. Ondan Minavar uni karavotdan yo'lab tushirib, ustalning oldiga ilib keldi. Zöhra avaylab o'ltirib, Minavar atgan sho'rpini oldirmay ichdi. U sho'rpini pak-pakiz ichib bo'lgandan keyin Minavar uni yo'lab turg'izib, yana karvatiga chiqarib qo'ydi. Buni boshdan oyoq ko'rib turgan Sulaymon o'ylab qoldi.
Bular мәңгі мұшындақ өткен болса, неме деген яқшы болар еді, Minəvvər aşxanağa çıxıb qaç-quçularını yuyub etməkçi boldu. Şu arada Asiye aşxanağa kirib qızının çaşlarını silidi. Həb bəlli, əmdə menin qızımqa oxşudun cenim balam. Zührə açam neyim bopdu, çırayı bəkli usal turudu. Mən ənsirab qilivatdı mən, apa. Dedi Minəvvər iğri xorsunub turub. Nemi boldu kintan? Bayqı doktor çoğraq doktorxanaga apırıb təkşürtüb beqinlar degen gapni qılıvatdı. Bir ara kesel bolup qalmağay ilahim. Zührə qız almadız ağırıb qalğıdak bolsa atanğı iğir kelidi balam. Xudayım saxlısın, dedi Minəvvər apsığı təlmürüb durub. Minəvvər nəhayəti qaysar qız edi. Özünün gepi boyuç etqanda vicdanlıq, gururluq qız edi. Lekin dəl muşundaq balalarının köpüncüsünün köngli yumşaq kelidi. Şundaq emasmı? Bir saat ilgirla o Zührənin qılğınığa atçıqlab, apsının gepege unumağan edi. Mana əmdi Zührənin halını görüb, xuddi otqu düşkən qardak eripli ketdi. Gepnin rastını etqanda, şu tapda onun Zührəge bolğan öşməlliki Allah qayaqlarga uçqan edi. Şorpun işkəndin keyin səlpəl tərligən Zührə asta-asta uyquğa ketdi. Sulayman onun yotqinini tüzəşdirib, yepib qoyğandan keyin putunun uçuda dəssəb çıxıb ketdi. O, mehmanxanağa əmdə də çıxıb turuşuğa telefon cırıngladı. Sulayman ittik berib, telefonu elividi, qarış tərəbdən natunuş bir kişinin ünü keldi. Assalamu aleykum, ayemlərge mübarək bolğay. Sulaymanğa bu avaz səlpəl əndikib çıxıvatqandək tuyuldu. Bu kişinin zadi kimlikini köngli toyğan Sulayman taqatsizlik bilen sordu. Özlə kim bolula? Mən ismim Aman, Zührənin oxutquçusu. Aman? Sulayman bu isimni Zührədən jiq anlığan edi. Həm Zührənin onun bilen sözləşib yürüvatqanlığını mı bilətti. Onun üstüge bugün Zührənin taladın salpayıp kirib, ahırda hazırqıdak halga düşüp qalğanlığını mı dəl Amandan görüvatatdı. Zührənin tapınığa tiken kirib ketsimi, yürekleri sırqırab ketidigan Sulayman Amanға qopallı təgdi. Bildim. Nemi iş? Zührəge iki qız gepim var idi. O ağırıp qaldı. Medirliğidek hali yok yatıdı. Neme gepiniz bolsa mağadan. Mən onun atısı. Bu? Keçirsile tağa, onun özüge deydiğen gep idi. Dedi Aman birdem gep qılmay jimib ketkendin keyin. Qarğanda o bu geplerini naiti təsdiqdə davatqandak mı qılatdı. Qandaq gep bu əbdi? Ağırıp qaldı, medirliğidek hali yok dedim go. Keyin sözlü şeyli. Sulayman telefonunu zərdi belən besib etdi. Sulayman burulup əmdi mağaydab turuşuğa telefon yana cıranlap getdi. O telefonu elivedi, yana Amanның üne keldi. Amanның avazını anlağan Sulaymanның judonu tutdu. Voy, keyin sözlü şeyli dedim go. Yana nemeke adamni avar qılısız? Dəl şu çağda Asiye çıkıp kaldı. O Sulaymanның telefonda börege degen bayıqı gaplarını anlap, atçıqıda birəri bilen tərgişip qalmığı idi, dep çıqqan idi. O hem bəzi bir nazuk işlerini bir taraf qilishqa özünün Sulaymanға qaraganda ipi bar dep qaraydı. Asiye Sulaymanның beqinida turib gidin kelivatqan avazını anladı. Tağa, mən silinin yanlarga baray degen bunda qılsa toğru bolmaydıqalıqını bilemən, lekin Zührəni ağırıp qaldı devedilər, bəklə ənsirəb qaldım. Öyləri nədə? Sulaymanның bu geplərə qulaq selişqa nədə mürayi bolsun. O telefonu qoyub etməkçi bolup edi, Asiye turubqını qolğa elib aldı. Vay, assalamu aleykum. Sili aman mı?
Mən Zöhrənin apsı boluman. Nima işləri bolsa bana deysizlər. Sulayman yo'qlan ishlarga aralashadigan xotinkan bu degenicha achchiqlab berib sahpaga kelib o'ltirdi-da, televizorning tezginini qo'liga oldi. Asiya Aman bilan xeyli uzoqcha paranglashib, oxiri uningga uyning adresini deb berdi. Buningga Sulaymanning rastilla achchig'i keldi. Lekin Asiyaning o'ylag'ini bor edi. Yenidan tonuşup aralashayotgan yoshlarning may tartishib qilishi normal ish. Navada Aman kelsa, uningdan ba'zi bir ahvollarni egilligach, bo'lg'isi kuyovg'ilni ko'rib, ko'ngilda son turg'izg'ili bo'ladi. Uning nari yomon. Lekin Sulayman kuyovg'il bo'lmoqchi bo'lgan bir aylanning to'y qilishdan ilgari usupli kirishini cho'nglarga qilgan hurmatsizlik deb qaraydi. Asiya uningga kulib turib tushuntirgili turdi. Yo'sin degan yo'sin. Navada u ba'zi ishlarga to'sqinlik qilg'idek bo'lib qolsa, undaq yo'sinni vaqtincha bir chetga qayirib qo'ysimi bo'ladi. Odam deganchi qarslar bu dunyoda yo'sin uchun emas, texmo yaxshi hayot kechirish uchun yashaydi. Asiyaning bu gaplardan hayron qolgan Sulayman uningga xuddi amdala ko'rayotgandek qarab ketdi. Po. Voy, seni odatki bir uy xotini desam, aslida paylasopkansan-ku? Nima u paylasop degan? Dedi Asiya erkiligandek Sulaymanning do'lsig'ini o'qib qo'yib. Televizorda jiq kepini qiladigan kim u heliqi? Zaman bilan tangmingla degan odam. Shu kishining deyişi bo'lganda ko'n yo'sullarga bak eslab olmaslik, suvning iqshig'i qarab yangi ishlarni qilish kerakkan. Sulayman Asiyaning gaplariga texmo hayron qoldi. Voy, seni bosh chaqlab tikanman juma? O'ylab baqsam, necha 10 yil kadr bo'lganim bilan oxirgi hisobda sana yetolmabdiman. Buningdan keyin meni ancha-muncha o'qissangmi bo'lg'udak? Sulayman bu gaplarni Asiyani maqtab dedimi yoki mazoq qilib dedimi, ish qilib uning qoyil bo'lganligi Asiyaga ayon edi. U pixildab ko'rgunicha Sulaymanning belikiga qo'lini eldi. Sizlar o'ltirib televizor ko'rgach tursizlar. Men kirib tamoq qilay. Minavar saboqdoshlarining cheyiga borarmish. Asiya belikini Sulaymanning belikidan ajirtib, yanglarini turdi-da ashxonaga kirib ketdi. Sulayman sabada birdam o'ltirib baqdi. Lekin Amanning sal turib keladiganligini o'ylab, ichi titildig'ila turdi. Chunki uning Aman bilan zodila ko'rishkisi yo'q edi. Onun açıqı şu hamon chiroyiga chiqib ketadigan odam bo'lg'ashqa, mehmonni o'ng'aysizlantirib qo'yib, oxirgi hisobda qizini lat qilib qo'yishdan ansirab o'tadi. Shunga u Aman kelguncha o'zini daldaga olmoqchi bo'ldi. Men hozir bir pishqadan boshlig'imizning uyiga patiga boraman. Kashlik zonimi menga qaramay ya beringlar, dedi u oshxonaga kirib Asiyaga. Asiyami uning Amanға ko'rinmay degan niyatda shunday qilib atqanligini bilatdi. Undaq bo'lsa qilinroq kiyinsizlar, dedi Asiya. Tala bekli so'g'uqda qiladi, bek kashmi qolmisizlar. Voy bo'ldi. O'gatmisanmi bilaman? U ittik orqaga burilib menib, yana to'xtab qoldi. Ko'ribmi baxmagan biriga apila-shapila uyning adresini deb berding. Hey, o'zing topgan ishni endi o'zing bir taraf qil. Asiyaning nazarida Sulaymanning mijozi balalarga o'xshaydi. U odati bo'yicha qo'lining dumbisi bilan eg'izini to'sib turib, yana biliqlab kulgili turdi. Nimaga kulatding? Sulayman Asiyaga alaydi. Kechki tomoq qilsin, shundaq-ku? deb so'rdi Sulayman yana qapqin turib. Menga tomoq elib qo'yishni unutib qolma, ha? Sulayman chiqib ketib 10 minut o'tmay Amanmi keldi. Aman Asiyani ko'ribla uning Zuhraning o'gay opasi ekanligini bildi.
Asiyaның hem uçuq, hem xush chiroy mazlum ekanligiga hayron qolgan Aman o'ylab qoldi. Zöhraning bu o'gay opisi xeyli bo'ladigan ayolda qiladi-yu, lekin Zöhra uni biror qitim mutlqa ilib maqtab baxmadi. Hatto uning eti chiqsila, u tartib xo'rsinib ketadi. Bu ayol meni ko'rib, qasdan ashundoq yaxshichoq bo'lyaptamdi nima? Aman Asiyaning har bir eg'iz gapiga ichilib, yeyilib o'ltirib javob beradi. Asiya Amanni Zöhraning hujrasiga boshlab akirdi. O Amanning keladiganligidan xabarlantirib qo'yilgan bo'lg'ashqa, Zöhrami paqpiyib ketgan sochlarini tarab, o'zini ancha-muncha tuzashtirib o'ltirgan edi. Zöhra Amanning unini anglab, mehmonxonaga chiqay deb turishiga, Aman uning hujrasiga kirib keldi. Zöhra Amanning zo'ri bilan karavatning livida midirlamay jim o'ltirdi. Chiroyi tamdak tatirab ketgan Zöhra nihoyat miskin ko'rinadi. Amanning ko'ngliga ayon edi. Bu mo'min qiz Amanning opasining tunugungi qiliqidan mushu holga tushib qoldi. Aman Zöhraning bu holini ko'rib, hasratdan o'zini qo'yg'ili yer topolmay qilib Uning Zöhrani bag'riga ching besib turib, uningga tasalli bergisi keladi. Lekin bu mumkinmi? Aman o'zini zo'riga besib turib, Zöhraning ko'zlariga boqdi. Zöhrami Amanni ko'ribla alam ichida o'rtanishga boshladi. Uning bir jup yo'g'on ko'zi ham teran, ham suzuk buloqqa o'xshaydi. Ana shu buloqning tomirlaridan o'qchib chiqqan marjon chashmalar mo'ldirlab etilmoqda edi. O'zingizni tutib oling, Zöhra. Har qanday ishning amalini topqili bo'ladi, dedi Aman Zöhraga tasalli berib. Uning bu tasallilaridan nima demoqchi bo'lganligi bilinib turadi. Zöhra mishildab yig'lab turib so'radi. Qaysi ishni demoqchisiz? Opamning ishini-chu, bu... Aman bu gapni o'ylamayla eg'izidan chiqarib qo'yganligiga shu hamon pushaymon qildi. Gapning rostini danga, Aman. Opangiz ikkimizning ishiga qo'shilmaydi ekan, shundaqmi? Yo'q, undaq emas. U kelin tanlashda bekli ehtiyotjonmi ish qilib, sizni sinab boqay degan o'xshaydi. Aman boshqa gap topolmay, bundaq chek basmaydigan gapni qilayotganligini o'zimi bilib turib-atdi. Alqiliq paytda gapni qamlashtira olmayotganligiga achchig'i kelgan Aman o'zining eg'iziga necha qatchat salg'isi kelib ketdi. Aman, men har qancha sodda bo'lsam-mu 30 necha yosh kirgan odamman. Oq qarni bilguchiligim bor. Opangizning ko'zlaridan uning meni yoqtirmaydiganligini bilib bo'ldim. Yo'q-ey, u sizni bek chiroyli qizkan dedi. Mijozingiz yo'q, pixoningiz o'rlab turgan chog'da undaq ko'ngilsiz gaplarni deyishmayli, Zöhra. Bo'lamdi? Aman Zöhraning peshonasini silab beqib edi. Zöhra uning qo'lini adab bilan ittirdi. Men qiziqib qolmadim. Xeyli sagakman. Buning bilan Aman Zöhraga qarab kuldi. Sizning boshqalarga batmaydiganligingizni o'ylamabdi ekanman. Lekin shu ochiqlansangiz bekla satlashib ketadi ekansiz. Lekin yenimda turadigan mazlumning xush kulkidan abari og'zi yumilmaskan deb o'ylayman. Bilamsiz, Zöhra. Lekin Zöhra Amanning bu gaplariga kulmadi. Hatto Amanga qarabmi qo'ymay, yaqisining uchini chimdig'inicha zuvan surmay o'ltirdi. Aman bir g'aza jimib ketgandan keyin tuyuqsiz eg'iz ochdi. Uyingizdagilarning hammasini qoida yo'sin biladi deb o'ylagan edim, lekin men kirib o'ltirg'ali nekim, bir piyola choymi qo'ymidinglar, ha? Bu Amanning bayatdan beri jiq o'yinib, aran topgan chaqchiqi edi. Aman bu gapni garchi chaqchaq tariqasida qilgan bo'lsa-mu, lekin Zöhra buning uchun bakla uyilib qoldi.
O çay akiray deb karavatdan tushmoqchi bo'lib edi, aman qat'iy unamadi. Dal shu chaqda sirtdan Asiyaning ovozi anglandi. Aman chiqib çay içsizlar. Aman Zöhraga qarab kulimsirdi. Yanala uyga yapınız iş uqil ekan jumon. Zöhra sus kulimsirginicha beshini langshitdi va "Voy rast, bu uyni qandaq tepib keldingiz?" deb so'radi bir ish yodiga yetgandek. Sizni nurg'un qitim ishkingizga akirib qo'ygandim-ku, unutib qoldingizmi? Zöhra boshqa gap qilmadi. Aman Zöhraga qarab sirliq kulimsiradi. Baya telefonda meni qoidiyosini uqmaydigan bir nima ekan deb qolmasin deb atingizdan uyning adresini qasdan so'rdim jumon. Aman Zöhraga qarab ko'zlarini qisib qo'yib mehmonxonaga chiqib ketdi. Aman chiqib ketib uzun o'tmay Asiya kirib keldi. Sizmi chiqib asraq choy ichingmi? Bo'ldi, rahmat. Elimi sizni jiq parakanda qilib etdim, dedi Zöhra yerga qarab turib. Bu nima deganingiz endi? Yot odamdek undaq desangiz ko'nglim bir qism bo'lib qoladi ekan qizim, dedi Asiya kulib turib. Mayli amsa, yetib aram eling. Aman çay ishkash o'ltirib, tunugin uyda bo'lgan ishni Asiyaga yepidan yanglisigacha deb berdi. Kechda Asiya bu gaplarni Sulaymonga aynan aytdi. Edep qoida degani uqmaydigan qanday xotin u? dedi Sulaymon terikib. Mehmonning ko'zichilab do'qaslatgan nemisi. Bu qarab turibla Zöhrani pas ko'rganligida? U Zöhraning yeshini cho'ng ko'rib qoldimi-ye? Hay, savzadan xabar yo'q. Guruch damyapti degandek, nima qilg'in ekan bu xotinning? Menchu undaq savdogarlar bilan qudulish xiyolimmi yo'q tafi. Savdogar haqning kallasida puldan boshqa hech nima yo'q. Sulaymon birdam jimib ketgandan keyin Zöhrani aybligila turdi. Bolamiznimi bor? Nimaga opla-shapla u haqning uyiga berib yurdigandu? Unda qilsa, keyin u haqning oldida inovati bo'lmaydiganligini o'ylab boqmaganmidi? Hay, xo'p bo'pti. Sulaymonning mijozi Asiyaga besh qo'ldek ayon edi. U pig'ani o'rlaganda daydiganni deb ichini bo'shtib olmasa, ko'ngli aram topmaydi. Shunga u Sulaymonning gaplarini zan qo'yib anglag'ach, ichida o'ylab o'tadi. Amanning apsi bilan ko'rishib baxmasam bo'lmoqadek. U ko'zi ko'r xotinga Zöhradek esil qizni izdabmi topolmaydiganligini bildirib qo'ymasam. Xap. Hurmatli anglarman qayrindoshlar. Bugungi anglatishimiz mushagicha bo'ladi. Davomiga diqqat bergaysizlar. Xayr xo'sh, aman bo'laylik.